Vaqt shomdan o'tdi, endi ko'chalar tinch. Aytmoqchi bo'lgan fikrim shu odamlarning ichida masalan erkin fikrlab harakat qilsangiz, qandaydir sizga kuchliroq yaxshilik keladi yoki ulardan ko'ra ko'proq yaxshi narsalarga ega bo'lasizmi degan hayollar keladimi bilmadim. Qandaydir sizni shu harakat qilayotgan narsalaringizni yo aytsangiz yo qaytarishga yoki shuni qandaydir yomon ko'rish yoki shunday erkin fikrlashingizdan keyin sizni yomon ko'radiganlar ko'payishi ehtimoli yuqori demoqchiman. Ularni hayolida xuddiki siz faqat ularni aytganini qilishingiz kerak, faqat ular yurgan yo'ldan yurishingiz kerak. Shunga o'xshaydi. Endi shaxsan o'zim aynan boshqalarni fikriga qarab yurmayman, lekin shu orqasidan yomon ko'radiganlar ham anchagina bo'lib qolgan. Chunki u yomon ko'rish yoki shu boshqalar harakatini yomon ko'rish yoki shu ajratib shu harakatlarga qarasangiz hammasi mustahkam bo'lmagan odamlar tarafidan bo'ladi. Sababi mustahkam odamlar unday darajadan o'tib ketgan bo'ladi. Shundan xulosa chiqarib undaylarni quyi qatlam deb hisoblab harakat qilish kerak. Shunda shunday qatlamdan chiqishingiz oson bo'ladi. Qaysidir kimlar shu qatlamdan chiqib ketsa xuddi yolg'iz qoladigandek his qilishi mumkin, lekin hamma darajadagi odamlarning o'zini qatlami bor. Siz ham topmagan qandaydir natijalaringizni tepadagi qatlamdan topishingiz mumkin. Shu harakat